Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iziston elining saylovchilari. Mana biz 3-10 kunlikka saylov primoy finishiga chiqdik. Aziz Qirg'iziston eli, hammamiz saylov uchastkalarida qatnashib o'tiribmiz. Saylovlar hammasiga mana hamma deputatlar yoki bo'lmasa prezidentlikka a'zo bo'lganlar hammasi tadqiqotli yaxshi yigitlar. Hammasi ham prezident bo'laman degan yigitlar. Bularning ichida obrazovaniyalari ko'p, elni yurtni tarozisini bilganlar bor, bilmaganlar bor. Lekin Qirg'iziston eli ko'p millatlik. Ana shu sababli mana shu yana bir haftadan keyin bozor kuni hammamizga katta saylov. Men shu sizlarga qayrilum bor. Moskvada yurgan Qirg'iziston eli, Novosibirskda yurgan Qirg'iziston eli, bu yoqda Yekaterinburgdagi yigitlar, qizlar, hammalaringni mana shu saylovga men chaqirib ketaman. Hammamiz bir el, bir yurtmiz. Pancha ko'p, bilay bitta. Lekin shularning ichida adham madmaribdi. Bir saylov o'raylik ukalar. Hashar sifatida saylaylik. Faqatgina halolligini hisobga olib saylaymiz xolos. Lekin qolgan hamma prezidentlar ham halol bo'ldilar. Lekin shular ichida superi adham kimsan boyishda. Sizlar to'g'ri tushuninglar. Biz mana shu halollik sifatida ketaylik. Elimiz, yurtimiz yana 15 yil orqaga ketmaylik, o'tiribsiz xolos. Mana shu sifatda hammalaringdan iltimos, mana shu saylov kunlari hammalaring qishqirovgarchilik, xotinlar, qizlar, yigitlar hammamiz mana yaqindagi hammalaring Rossiyaga ketasizlar. Ana shularga qayriluvim, sizlar ham bitta shu adg'an kimson bo'yicha bitta ovozlaringni berib Rossiyaga ketinglar ukalar, qarindoshlar, akalar, ukalar. Men qayriluvim mana shu 10-kuni hammam sog' salomat bo'lsak, ana shu kuni bir bayram sifatida adham kimson bo'yishga ovoz berib bir yaxshi kulishib o'tiraylik. Yurtimiz yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Hammamiz yaxshi bo'lib ketamiz. Hammalaring salomat bo'linglar. Yangi yilda hammalaring omad bersin. Mana shu Covid degan kasofati yurtimizdan ko'tarilib ketsin. Bir kelin olsangiz, orqasidan mashina olasiz. Ajoyib emas, mana shu kimson bo'lish saqlagan degan yurtimiz yaxshi bo'lib ketsin. Bu xalqning yaxshi an'anasi, marosimi. Hammalaringga yangi yilda Xudo omadlaring bersin. Salomat bo'linglar, yaxshi bo'linglar. Rahmat.